dastavkasi tekin, narxi 100 ming so'mdan bo'lgan. Shunaqa ko'ylaklarni qo'yib bersam olmaysizmi deymi? Xo'p, shunaqa chiroyli novinkalar chiqarib qo'ydim. Dastavkasini tekin qilib qo'ydim sizlar uchun, qizlarjonlar. Buni sifati ham rosa sifatli, kirishmaydi. 100% javob beraman, kirishmaydi qizlar. Xo'p, mana yelkalarni ixcham qilib chiqarganman. Hamma zerikkan, yarim abayadan zerikkan. Shunaqa chiroyli fasonda, yenglari keng, yozga hamma keng holatda shunaqa qilib chiroyli qilib chiqarib qo'ydim qizlar. Bo'ylari ham normalniy, mani bo'yim 1.60 qizlarjonlar. Keyingi reyslarda xudo xolasa bundan uzunlarini ham, rosa bo'yi uzun qizlarimizga uzunroq variantlarni ham chiqarib beraman qizlar. Materialga qarab narxi o'zgaradi. Siz keyin menga bunaqa dodiz demanglar. Ko'pchilik tushunmay qolyapti. Materialini farqlamay adashtirishyapti. Bu ham yomon material emas. Men kelgan narxiga qarab, materialni narxiga qarab narx chiqaraman qizlar. Xo'p, mana shimlari ham keng, bemalol, bexijolat qizlar. Shimlari ham tor bo'lmaydi, yirtilmaydi, bitta yuzsiz choklardan so'kilib ketmaydi qizlar. Men sizlarni o'ylagan holda shunaqa ishonchli, chiroyli, sifatli ko'ylaklar chiqarib qo'ydim. Yangi kuzatayotganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Meni taniganlar yaxshi bilishadi meni chiqargan ishlarimni. Orada biroz shu oilaviy ishlar, nimalar bilan sog'lig'im tufayli jicha dam olib qoldik. Hozir mana qayta ishga tushiryapman. Xudo xolasa duoda bo'lib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Men sizlarga shunaqa chiroyli ishlarni ilinishdan charchamayman.